Keyingisi sigir so'raganlarga obunachilar. Xo'p, akasi yoshi buni sigirdi 3ta tuqqan sigir. 3ta tuqqan. Bolasi 2 Sigiring bormi? Bor deydiganlardan. Bu ham shu menimcha biri olmish. Mani yetyapti. Sutlari nechta aka? Aka bir ro'zg'orda obod qiladi. Bir ro'zg'orda obod qiladi. Narxini qancha? 15 ta deyapmiz. Narxini qancha deyapmiz aka? 7,5 million savdo bo'lyapti. 37,5 savdosi bo'lib turibdi, ha? Ha. Bo'ldi. Izi bormi buni aka yana? Izi bor aka. Zo'r, mana bu. Qayerda mol aka? Termizniki. Termizniki. Bo'ldi. Telefon raqamini qoldiramizmi? 91lik. 91lik 585 585 224. 24 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar obunachilar. Akamiz o'zimiz Termiz shahrining moli ekan. Molga javob aka. Molga javob, yeb ichishlar zo'r, ha? Zo'r aka. Bo'ldi. Obunachilar, keyingisi ona bola sigir so'raganlarga mana ikkinchi o'z sigirimiz. Akamizdan so'raymiz sizdan. Xo'sh. Aka bir aytib o'ring. Tak, yoshlari Birinchi tug'ish aka. birinchi tug'ishi. Uyda Qiziriq tumani Zardor mahallasi. Aha. Mol 34,5 million savdo bo'lyapti. Kim 35 million pul sanasa molni jibini beraman. 35 ga bo'ldi, ketadi. Bolasi ho'kizcha. Yoni bir joyga 65 millionga bermoqda mana kal bilan tushirganing. Bo'ldi. Bolasi ho'kizcha. Lekin bolani zo'r beribdi. Ko'tini ko'rsating biz. Bolani zo'r beribdi. Urug'dan tushganmi deyman? Sutga to'xtamaydi aka. Bo'ldi. Nechta sut aka? Sutga to'xtamaydi 2 vaqt. 10 ta sutga javob. Qayerda moli? Qiziriq tumani. Arab qishloqda uchrashuv. Bo'ldi. Dastavka so'raganlarga bormi iloji aka? Xohlagan joyi Surxondaryoning xohlagan tochkasiga dastavka bor. Bo'ldi. Telefon raqamini aytamiz aka? 95lik 95lik 441 441 00 olmush raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar obunachilar. Lekin sigiring bormi? Bor deydiganlardan ekan. Salom. Bo'ldi, yo'q. Obunachilar, keyingisi mana 3-sigirimiz. Sigir ham o'zi ham bo'ylari 150, 160lar bor. Aka nechta sut beradi bu? 10 ta sutga javob. Yoshlari aka? 3-bolasi. 3-bolasi. Bolasi ho'kizcha ekan, ha? Bo'ldi mana. Bo'g'oz emas, qorinda yo'q hali. Yo'q, bir haftalik mana buzovchi ekan. Xo'p, qayerda mol aka bu? Sherobod. Sherobodda mol ekan. Yeb ichishlar joyida aka, ukollar qilingan. Bo'ldi. Tishlari qanday aka buni? Tishi? 3-bolasi, 3-qoringa tug'ishi deyiladi-da. Xo'p, narxini aka? Narxini 28 deyapti. 28 million deyilyapti. Kelishadigan joyi bormi? Kelishadigan joyi bor. Bor aka, bo'ldi. Xayriga o'tib beramiz ha molni. Bo'ldi. Telefon raqam qoldiramizmi? Yo'q, 88. 88lik 055 055 9001. 9001 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar obunachilar. Qayerda mol edi aka? Sherobod. Sherobod. Qara, suti ham oqib turibdi, daji. Ko'z tegmasin, mashalloh. Sog'ladigan payt bo'ldi. Sog'ladigan payti bo'ldi. Gap yo'q aka, barakasini bersin. Xo'p aka. Obunachilar, keyingisi mana yana sigirimiz. Sigiring bormi? Bor deydiganlar. Bak nima deyapti, bak. Xo'p aka, yoshlari buni sigirdi? Ikkinchi bolasi, ikkinchi qoringa tug'ishi, ha? Xo'p, bolasi urg'ochicha ekan. 25 yo'q. Bo'ylari shu 160 plus ha aka. 160 plus. Narxini qancha deyamiz aka? Labay 45 million. 32 millionga savdosi bo'lib turibdi. 37 ga savdosi bo'lib turgan ekan obunachilar. Mana sigirni ko'rib turibsizlar, juda ham katta, yirik. Aka sutlari qancha buni? Nechtalar chiqadi? 15-20 ga javob, ha? Bo'ldi. Qayerda mol ekan aka? Angor Tallimaronni mol ekan, obunachilar.